Bu gaplarni juda ko'p aytishgan. Chunki sen bo'ying kichkina bo'lganman. Sendan futbolchi chiqmaydi deyishgan. Lekin men o'zim har doim o'zimga ishonganman. Chunki o'zimdan o'yinimni bilaman qanaqaligini, o'zimdan qanaqa futbolchi chiqishini ham ko'rib turardim kelajakda. O'shanga har doim o'zimga ishonganman. Hozirgi kunda Abbos Fayzullayev 2 yil qatoridan O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi sovriniga ega bo'ldi. CSK'da esa 5 oy qatoridan oyning eng yaxshi futbolchisi va yana ko'p o'yinlarda o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb tanilib, Rossiya chempionatida mavsumning ochilishi nomli sovringa ega bo'ldi. Va yana eng muhimi, yaqindagina Aziyaning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi. Abbos Fayzullayev barcha yosh futbolchilarga o'rnak bo'lgay. Yosh bolalarga aytar gapim, kimdir sizga sendan futbolchi chiqmaydi desa, shunchaki mana shu videoni qayta ko'rgaysiz.